Ishonchsiz natija haqida. Alaves juda tez va intensiv o'ynaydi. Biz ularning ko'plab o'yinlarini ko'rdik. Ularning stadionda g'alaba qozonish qiyin. Albatta bizga katta barqarorlik kerak, lekin 90 daqiqa davomida hukmronlik qilish juda qiyin. Bugun biz g'alaba qozonish uchun keldik va cho'chqa bilan ketyapmiz. Jamoa yaxshi boshlaydi, keyin esa g'oyalar tugaydi. Men bunga qo'shilmayman. Har bir o'yin boshqacha bo'ldi. Mavsum davomida biz o'z darajamizni saqlay olmagan o'yinlar bo'ldi. Lekin so'nggi 3 ta o'yinda bunday bo'lmadi. G'alaba ruhiy tinchlik olib keldimi? Bugungi g'alabani yuqori baholayman, chunki ko'p o'yinchilarimiz yo'q edi. Valdipeniasni debyuti va o'yini bilan tabriklamoqchiman. U juda barqaror o'yinchi edi. U yagona xato qilgan epizodda biz gol o'tkazib yubordik. Men buni uning biz uchun qanchalik muhimligini ta'kidlash uchun aytmoqdaman. Biz hammamiz bir kemadamiz. Biz bitta o'yin voqealar oqimini o'zgartirish uchun yetarli emasligini bilamiz. Bizda kubok bor va Sevilyaga qarshi so'nggi o'yini. Oldinda hali uzoq yo'l bor va biz bugun qilgan yaxshi narsalarimizni rivojlantirishimiz kerak. VAR hakami Gonsales Fuertes Realga tahdid qilgani va bugun finalda e'tiborsiz qoldirgani haqida. Siz haqsiz, menga bu aniq penalti kabi ko'rindi. Vinisiusga tegish bo'ldi va ular VARga murojaat qilmaganidan juda hayronman.